Salom barchaga. Do'stlar, bir narsani aytmoqchi edim. Hamma chet elda yuradi-yu. Misol uchun oddiygina bir holatda aytamizlar, 2 kun oldin bo'lgan holat. Misol uchun Koreyada bir yaqin do'stimiz bo'lgan, tanishimiz. Yaqinda olamdan o'tib qoldilar. 2 kun bo'ldi, adashmasam. U odam ham misol uchun soppa sog'lom, yaxshi yurib turgan, o'qishni bitirgan do'stimiz. O'zimizni Namangandan. Holat qanaqa bo'lgan? Ishdan kelgan u kishi, do'stimiz ishdan kelgan, uyda hech kim bo'lmagan. Endi asosan chetda odamlar o'zi yashaydi-ku kvartiralarda. Sherik bo'lmasa o'zi yashaydi. Ishdan kelgan, ishda ozgina stress olganmi, siqilganmi, qisqasi uyga kelib, og'riq boshlangan uni. Nima deydi? Ozgina o'zini yomon his qilgan. O'sha holatda skoriga telefon qilgan, uyini tushuntirgan. Skori kelguncha hushdan ketib qolgan. Keyin uni uyini topib, militsiyalar, doktorlar kelib uyini topib surishtirishsaki, u hushdan ketib qolib, klinik o'lim bo'lib qolganda, yurak to'xtab qolgan. Uni olib ketishgan, olib ketib, keyin bolnitsada uni jonlantirib, o'ziga keltirib, bir nima qilib keltirib, 1-2 kun o'zida saqlab qolishgan. Lekin oradan o'sha 1-2 kun o'tgandan keyin u do'stimiz ham o'lib qoldi. Mana shunaqa, misol uchun men nima demoqchiman buni, bitta misol keltirdim buni. Chet elda misol uchun hech kim sizni issiq sovug'ingizdan xabar olmaydi. Hamma o'zi bo'lib ketadi, to'g'risini aytsam. O'shanga misol uchun hali aytadi-yu, har yerda qilma orzu, har yerda bor toshu tarozu deganday. Lekin shunaqa bo'lsa ham, Koreya rivojlangan davlat u bolani pul yo'q bo'lsa ham, misol uchun sug'urtasi yo'q bo'lsa ham 2-3 kun o'zlarining apparatlarida, qimmat apparatlarni saqlagan, davolagan. Aniqrog'i. Keyin endi uni O'zbekistonga jo'natib yuborishdi. U yigitning otasi borgan Koreyaga. Shunaqa. Misol uchun hech kim sizni chetda qalaysan, yaxshimisan deb issiq sovug'ingizdan xabar olmaydi. Shunaqa. Qanaqa holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Misol uchun men Koreyada ko'p yurganman. Oddiygina bitta taksist odam uyida o'lib qolgan, 20 kundan keyin topilgan o'shaning jasadi. Ungacha hech kim bilmagan. U odamni yaqinlari ham bo'lmagan, o'zi bo'lgan, o'zi yashagan bo'lgan. 20 kundan keyin bilingan. Qanday bilgan? Misol uchun o'sha yerda yashagan bitta o'zbek odam yomon hid, sassiq hid kelayotganini bilgan. Bilib turib, keyin uy egasiga aytgan. Uy egasi kelib tekshirishgan ekanki, o'sha taksist bir yoshi katta 70 ga kirgan taksi ota o'lib qolgan uyda. Hech kim bilmagan. Uy qulf. Keyin yana bir nimaki, o'zbek odam bilgan, lekin yon atrofda ancha karslar yashaydi. Lekin karslar umuman sezmagan, hidni ham bilmagan, e'tibor ham bermagan. Shunaqa, misol chetda xuddi shunaqa, misol uchun hech kim issiq sovug'ingizdan xabar olmaydi. O'shaning uchun ham chet elga borib ishlashga, o'qishga qiziqmaslik kerak. Endi o'qisangiz bo'ladi. Borsangiz oilaviy yashasangiz bo'ladi. O'zingiz bilan misol uchun borib qilishni tavsiya qilmayman umuman. Shunaqa.